Tarodan kayfiyat uchun taro bo'yicha savollar bo'lsa, Fortuna 20-25 ga murojaat qilasizlar. Bu bunaqa 2-3 daqiqalik savol-javob emas, u yarim soatlik bo'lishi mumkin, 20 daqiqalik bo'lishi mumkin. Savollarga aniq javob berish uchun. Xo'sh, bugun taroga savol beramiz. U hozir nimani xayol suryapti? Ongingizdagi insonni eslang va tasavvur qiling. U hozir nimani eslayapti siz haqingizda? Yoki u qanday xayolda? O'zi kim? Albatta, bu sizdan yoshroq. Bu sizga oylikka nisbatan yoki yosh yoki sekin rivojlanadigan inson. Uning energiyasi, korol, ya'ni bu koroleva kubkov. Agar siz erkak ko'rayotgan bo'lsa, ayol tomonga o'giring. Ya'ni bunda hayotiy tajriba unchalik emas, ammo bu juda aqlli, kelishgan, aqlli, sevgi bo'yicha yaxshi maslahatlar beradigan va hammaga yaxshilik so'raydigan energiyali shaxs. Xo'sh, o'z haqingizda nimani o'ylayapti? Ya'ni u siz haqingizda ko'proq narsani bilmasligidan xafa. Sizni juda ham sirli deb o'ylaydi. Sizni juda ham sirli deb o'ylaydi. Bu sirli, hamma sirini bila olmadim buni deydi. Ha, u siz hozirgi paytda sizlarda yoki pauza yoki ayriliq. U sizni eslamoqda. Negadir? Bugun sizni sog'indi. Hammasiga pul sabab bo'ldi. Hammasiga pul. Pul kamligi yoki e'tiborni kam berdim, deyapti. Lekin sog'ingan rostdan ham. Yaxshi ko'rar ekan. Yaxshi ko'rgan, lekin harakatlar qilmagan. Yo'q, harakatlar qilmagan. Siz undan harakatlar kutgansiz, o'zingiz qilgan harakatlarda hech bo'lsa undan birini kutgansiz yo'q. Undan faqat sovuq, faqat tilida bla gapirgan harakatlar bo'lmagan. Chunki u hali rivojlanmagan hayotiy tajriba bo'yicha rivojlanmagan, hatto unda so'z boyligi ham kam. Ha. U bugun sizni eslayapti. Siz uni hayotida xuddi farishta kabi bo'lgansiz. Hatto yaxshi maslahatlar bergansiz, yordam qilgansiz. U ham yomon odam emas, ammo sizga mos emas. Undan tashqari sizda yangi tanishuv. Skora. Yangi tanishuv va sizga bu tanishuv juda ham yoqadi. Bu tanishuv sizning energiyangizga mos bo'ladi. 2-3 oyda bo'ladi. G'oyibidan. Marhamat.